Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Bugundan U17 Osiyo Kubogi o'yinlariga start beriladi. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tayotgan turnirda O'zbekiston yoshlar terma jamoasi bugundan o'z yurishini boshlaydi. Islombek Ismoilov boshchiligidagi yoshlar terma jamoamiz Tailand yoshlar terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan soat 20:00 da boshlanadi. Uchrashuvni Telegram kanalimizda jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Telegram kanal havolasi kommentariyada. Xo'sh, bu musobaqa terma jamoalar uchun nima beradi? Osiyo Futbol Konfederatsiyasi 2025-yilning 3-dan 20-aprel kunlariga qadar Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan U17 Osiyo Kubogi bo'yicha ma'lumotni taqdim etdi. Unga ko'ra, joriy yilgi turnirda guruh bosqichini muvaffaqiyatli yakunlab, chorak finalga yo'l olgan 8 ta jamoa Qatarda bo'lib o'tadigan o'smirlar o'rtasidagi FIFA Jahon chempionatining bir qatorda 2026-yilgi U17 Osiyo Kubogi yo'llanmasiga ham ega bo'ladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston U17 terma jamoasi turnirni A guruhidan Tailand, Xitoy va mezbon Saudiya Arabistoniga qarshi bahs olib boradi. Hozirda bizda mana shular eng tezkor va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston.